3, 4, 5 yilgacha asosiy qarzni foiz qo'shib to'laydi. Bu foiz 18%, ham pulni tutarish yo'li bilan chiqariladi. Keyingi yoshlar dasturiniki 61-sonli qaror bo'ladi. Bu oliy ma'lumotga ega bo'lgan yoshlarga yoki o'qishni bitirganiga, oliy ta'limni bitirganiga 3 yildan oshmagan bo'lgan yoshlarga beriladigan kredit turi bo'ladi. 61-sonli qaror. Bunda ham muddati 5 yil, 1 yil foiz to'laydi, 3 oy foizsiz. Mana shu kredit turlarimiz bor. Undan tashqari yana bank mahsulotlarimiz bor. Misol uchun karta olaman deydi, kimdir kartaga qilib plastik karta olib pul tashlayman deydi yoki topgan pulini shuni yig'ib ketaman deydi. Keyin omonatlarimiz bor. Bu omonat turlari kimdir puli bo'lsa, omonatga qo'yib 21%, 20%, 22% gacha omonatga pul qo'yish mumkin bankka borib. Bu ham o'zining daromadini oshirish hisoblanadi. Yillik 21%, 100 million qo'ysa 21 million pul degani 1 yil davomida.